bizga ishlari kerak, o'zimizning tilimizni, urf-odatlarimizni saqlash uchun. Mana bugungi kunlarda kecha bugun 600 ga yaqin butun chet tillardan, Rossiya regionlaridan 600 ga yaqin xotin-qizimiz bizning Tataristonda. Hammamizda o'zimizning bilishimizni kirtirga tirishamiz, tilimizni saqlarga, urf-odatlarimizni, dinimizni saqlarga. Shunga ko'ra barizada ixlos ko'ngildan bek zo'r rahmat. O'ng'ishlar kelajakda da o'zimizning tilimiz uchun kurashishimizga ishonaman. Bek zo'r rahmat sizga barizada. Tatariston Respublikasi Prezidenti ukazi negizida 2016 yilda Tatariston Respublikasining G'abdulla To'qay ismidagi davlat bo'laklari tumandagilarga keladi. İsmailov Najib Feyzrahman oğlu Najib Nakkaşka. Şairler, şair akıllarının şükür yıllarında Nevkeret Sinirler hem Kozan şehirlerine gelden Tataristan Respublikası Güvenlik Havayolu'ndan Şevkençi oğlu Meşitlerin bize gelişir. Tatariston İdare Cumhuriyeti Kazan hükümetine oturtuluyor. Zeyukin Alexander Petrovich, ressam proyektlovchi. Ressam Nurgül Şık.